Rahmat sizga kattakon ekskursiya qilib berganingizga. Bizga qishloqlar bilan juda ham yoqdi. Bo'ldi, arzimiydi. Agar kvartira sotuvga kelayotgan bo'lsa, bemalol menga telefon qilaveringlar. Hozir esa aylanib tursanglar bo'ladi. Faqat iltimos ehtiyot bo'lib aylaninglar. Kvartira yangi, liftlar ham o'rnatilmagan. Bo'ldi, xo'p, ehtiyot bo'lib aylanamiz. Rahmat sizga yana bir marta kattakon. Men hozir obunachilarim bilan so'rashib olay. Hammaga salom do'stlar. Men ismim Komput, meni yangi videomga xush kelibsizlar. Bolalar, hozir sizlar ko'rishingiz mumkin. Men qishloqimda emasman. Biz qishloqlar bilan shaharga kelganmiz. Biz o'zimizga yangi mana bunaqa dom sotib olmoqchimiz. Qaranglar, mana bunaqa katta dom. Biza qishloqlar bilan bitta qavat sotib olsak, hammamizga ham yetadi. Chunki mana shunda bitta dona qavat bizani butun qishlog'imizdan katta ko'ryapsizlarmi? Biz realtorga telefon qilib keldik. Agar sizlar realtor kimligini bilmasanglar, mana shu hozirgi odam u mana shu uylarni ko'rsatib, olib sotar qiladi. Biz hozir mana shu bitta qavatni sotib olmoqchimiz. Bolalar, qalay, chiroyli uymi? Mana bu yerda qaranglar, qara liftlar ham o'rnatilmagan ekan. Oddiy zinalar turibdi. Juda ham katta uy ekan, lekin borib bitta dona qavat sotib olsak, bizga shu ham yetadi bolalar. Juda ham katta uy. Nushto qishloqlar biz qaysi qavat sotib olamiz? Birinchidanmi yoki teparoqdanmi? Qaysi birini sotib olamiz? No bilmasam, Kompot, uy juda ham katta, chiroyli ekan. Menimcha baland qavatlardan sotib olsak kerak endi. Ha, baland qavatlardan deysanmi? To'g'ri aytyapsan, lekin balanddan juda ham chiroyli ko'rinish ochiladi. Juda ham chiroyli ko'rinish bo'ladi. Hop, qanichi bolalar, mana bu qaranglar, keling, sekin tepaga chiqib ko'ramiz. Qanichi tepadan nimalar bor ekan? Tepa ham mana pastga o'xshagan chiroylimi ekan? Tak, ketdi, mana bunaqa chiqamiz. Oh, mana bu qaranglar bolalar, tushib ketsa lekin yomon bo'ladi. Ketdi, mana bu otib olamiz. Baland qavatlari ham chiroyli ekan, lekin bolalar qaranglar, mana bu xonalar ham ko'p ekan. Dash qaranglar, mana bu bunaqa terrasa ham bor. Bolalar ko'ryapsizlarmi? Ko'chaga chiqib olib, mana shunaqa qarab tursa bo'ladi. Mana shunaqa baland binolarga. Mana bu xona, mana bu ham terrasa. Xonalar juda ham ko'p bolalar. Tushmadim. Tushib sal qoldi. Ham xonalardan muammolar umuman bo'lmaydi bolalar. Tak, ketdi endi pastga tushamiz. Yo'q. Voy, bolalar haqqa tushib ketdimmi? Voy, oyog'im yomon tegdi deb boru. Menimcha podvalga tushib ketdim boru. Voy, bolalar qaranglar, men podvalga tushib ketdim. Voy, qanaqa bunaqa tushib ketsam bo'ladi-ya? Qaranglar, dash bu uy podval ham bor ekan, ko'ryapsizlarmi? Hop, ketdi, bitta podvalni ham aylanib ko'ramizmi? Lekin yomon tushib ketdim deb boru, oyog'im yomon og'ridi. Tak, ketdi, qanicha aylanib ko'ramiz mana shularni. Bu yoqda nimalar bor ekan? Bu podvalga menimcha kerak emas narsalarni qo'yib qo'ysa bo'ladi. Hop, bu yoq qayoq endi tushunmadim. Mana bu qaranglar, bunaqa o'tlar o'sib ketgan ekan. Hop, kelaylik, bu yoqlarni ham ko'rib chiqamiz. Bu yoqda qanaqa joylar bor ekan? Qaranglar, mana bu hamma yoqda o't o'sib ketgan. Yo'qqa pastga ketyapti yana. Qanicha ketdi, bitta pastga tushib ko'ramiz pastda nimalar bor ekan. Hop, bu yoqda hozircha hech nima topolmayapman. Lekin bolalar qaranglar, mana bu yerlar nima qilyapti? Ko'ryapsizlarmi? Yer, doskalar bor ekan mana bu. Yana unaqa relslar bor ekan. Bolalar qaranglar, bu yoqdan nima metro o'tadimi? Menimcha endi bu yoqdan metro o'tmasa kerak-ku, to'g'rimi bolalar? Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videongizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Bolalar, mana bu yerda qaranglar, даже pechka verstakam bor ekan. Mana bunaqa doska, daraxtlar. Tushunmadim, bu yoqda qanaqadir uy bo'lganmi? Kelinglar, yaxshilab aylanib chiqamiz. Tushunmadim, mana bu yerda qanaqadir qaranglar, rang-barangli zina turibdi. Tak, tushunmadim, bu nima bu? Qaranglar, mana bu yerda rang-barangli zina bor ekan. Tepada esa qanaqadir eshik bor ekan. Tak, qanicha bu qanaqadir parolli eshik ekanda, ochilmayapti bu. Qaranglar, paroli bor ekan. Kaltli ekan, menimcha kaltli ekan. Hop, nima qilyapti bu yoqda tushunmayapman. Tushunmadim. Bu nima, skeletmi? Bolalar qaranglar, mana bu yerda skelet bor ekan, ko'ryapsizlarmi? Voy, mana bu yerda esa qaranglar, mana rang-barangli kristallar bor ekan. Hop, nima qilyapti bu yoqda bunaqa rang-barangli kristallar, tushunmadim. Hop, mayli, bu yoqda yana nima? Mana bu yerda kalt ham bor ekan, qaranglar. Mana kalt emasmikan? Kelinglar, qarab ko'ramiz. Tak, qanicha? Mashina kalt ekan bolalar, qaranglar. Tak, qanicha bu yoqda? Hop, 20-kun ketyapti. Mana uyim pastga tushib ketganda. 63 kun ketyapti. Men uyimga voy chiqara olmayapman. O'zim ham chiqib keta olmayapman. Meni ovqat suvlarim ham qolmayapti pashti. Men chiqish topolmayapman. 356-kun ketyapti. Men uyim yer bilan pashti bitta bo'lib qoldi. Men nima qilishni bilmayapman. Bolalar, значит, men hozirgi ko'rgan narsalarim shu bitilib ketgan uy ekanda, to'g'rimi? Hop, qanicha? Eng keraklisi rang-barangli zinaga hech nima qilmadi. Agar men shu rang-barangli zinalar bilan chiqsam, men millioner bo'lib ketaman. 456-kun ketyapti. Menimcha qanaqadir tunnel ko'ryapman. Menimcha bu yerda tirik qololmayman. Nima? Qaranglar bolalar, menimcha mana shu odamniki ekanda, bolalar qaranglar. Mana shu odamniki ekan. Qaranglar, mana shu yerda qolib ketgan ekan bu odam.
odam ko'ryapsizlarmi? Значит, u yozib qo'ygan ekan, ko'rdinglarmi? Agar men mana shu rang-barang lizina bilan chiqsam, men juda ham millioner bo'lib ketaman deb. Bu qanaqa zina endi tushunmadim. Qanaqa zina bu? Qanaqa rang-barang lizina? Значит, mana shu stroyka bo'lgandan keyin bu odamni ko'rmay qolishganmi endi nima? Qanaqa bu odamni ko'rmay qolishgan tushunmadim. 1 yildan ko'p qolib ketgan ekan. O'zi bu yoqda qaranglar, 456 kun qolgan ekan bu yoqda. Mana bu yerda esa men millioner bo'laman deb yozgan ekan. Men rang-barang lizina bilan birga chiqib ketsam, nima ekan bu yoqda nima deb o'ylaysizlar bolalar? Mana bu yerda nimadir bor ekan. Qaranglar, mana bu yerda qaranglar, kitob bor ekan. Kelinglar o'qib ko'ramiz. Hop, har bitta xonada har xil xazinalar bor. Mana shu значит xazinalar bor ekan. Qaranglar, to'g'rida yo'l bor ekan. Hop, ularni yo'qotib qo'ymasam bo'ldi. Menda bitta juda ham zo'r ideya bor. Men qanaqa bu xazinalarni topishni yozib qo'yaman. Bu yoqda esa boshqa hech nima yo'q ekan. Aha, bolalar, значит bu yoqda qanaqadir xazinalar bor ekan. O'shaning uchun bu odam aytgan ekan, men bu bilan chiqib ketsam boy bo'laman deb. Ketdi bolalar, o'sha yerga bitta borib ko'ramizmi? Nima deysizlar? Nima boramizmi? Ketdi bitta borib ko'ramiz. Qiziqyapman, qanaqa narsalar bor ekan bu yoqda. Bechora odam qaranglar, shu yoqda qolib ketgan ekan, chiqish topamasdan. Tak ketdi, mana bu narsalarni qo'yib qo'yamiz dedi shu. Endi esa ko'ramiz bu yoqda nimalar bor ekan. Bolalar, qaranglar, mana bu yerda har xil eshiklar bor ekan. Radugan rangli. Ko'rasizlarmi? Qizil, oranjiy, sariq, yashil, mana bu yerda fioletoviy ham bor ekan, hamma rang bor ekan. Mana bu yerda qizil eshik. Tak bu yoqda hozircha hech nima yo'q ekan. Mana bu yerda bunaqa simlar bilan richak bor ekan. Nima qilish kerak ekan? Mana bu yerda kitob bor, qaranglar. Значит, bu kitobda xazinani qanaqa topish yozib qo'yilgan bolalar, to'g'rimi? Kelinglar o'qib ko'ramiz. Bu eshikda sen sim orqali eshikni ochishing kerak. Aha, bolalar, men tushundim. Men bu sim orqali men mana bu yerda ana olmosli eshikni ochishim kerak ekan, to'g'rimi? Mayli, xo'p, harakat qilib ko'ramiz. Tak, kelinglar, mana bu yerda bunaqa signal ham bor ekan. Shu orqali biz qanaqadir qilib ochishimiz kerak. Tak, hop, buni endi qayoqqa? Bu yoqqa qo'yib bo'lmasa ekan. Bolalar, qaranglar, mana bu tirjak bor ekan, fakel bor ekan. Mayli, mana bu yerga qo'yib, mana shunaqa bundoq yer orqali mana bunaqa qilib ochishimiz kerak, qanaqadir qilib. Hop, kelinglar, mana bu yerga yo'limizda endi ochilish kerak. Qancha bolalar ochildi, qaranglar. Hop, endi mana bu yerda sandiq bor ekan. Endi bu yoqda qanaqadir prizma bu endi bolalar, qaranglar. Qanaqadir qizil kiyim bor ekan. Kelinglar, kiyib ko'ramiz. Hop, ajoyib ekan, bolalar, qaranglar, bunaqa stilniy takoy, chiroyli kiyim ekan. Mayli, lekin bu yoqda hali eshiklar tiqilib yotibdi bolalar, qaranglar. Mana bu yerda ham juda ham ko'p eshik bor. Mana bu yerda bolta bilan, mana bu yerda anaqa bor ekan, o'qiymiz. Bu eshikda sen plitkani ustiga tursang, bitta qishloqqa borasan. U qishloqda juda ham ko'p daraxtlar bor. O'sha daraxtlardan sen oranjiy olmalarni yig'ib sandiqga qo'yib qo'yishing kerak. Keyin esa eshik ochiladi. Aha, bo'ldi, tushundim. Oranjiy olmalar o'zi kim yozgan? Juda ham ko'p xatolar bilan yozilgan ekan bu bolalar, qaranglar. Hop, qanichi bu yoqda nima? Ularni sandiqga qo'ysang, keyin esa eshik ochiladi. Mana bu yerda qaranglar, smaylik ham bor ekan. Bo'ldi, xo'p, harakat qilamiz ochishga. Tak, qanichi bu yoqda boshqa hech nima yo'q, to'g'rimi? Boshqa hech nima yozilmagan. Hop, ketdi, endi ochib ko'ramiz. Menimcha mana plitka haqida gapirilgan, to'g'rimi? Hop, mana shu yerga olmalarni qo'yishing kerak deb yozilgan ekan. Mayli, xo'p, men tushundim. Hop, qanichi mana bu yerda endi men olmalar olishim kerakmi bolalar? Kelinglar, mana bu yerda endi olmalar yig'amiz daraxtlardan. Hop, qanichi mana shu qaranglar, mana bu yerda mana 4 ta oranjiy olmalar bor ekan. Kelinglar, bularni olamiz. Aha, endi mana bu yerda daraxtlarni olamiz. Tak, ana bo'ldi. Oppa, bu yoqda esa 3 ta oranjiy olma. Mana shunaqa qilib hammasini olib chiqishim kerak ekan, to'g'rimi? Bolalar, men tushunishim bo'yicha. Hop, bunisini oldim. Endi esa bolalar, mana bu yerda daraxt olamiz, kelinglar. Tak, aha. Hop, ana bo'ldi. Bu yoqda yana olmalar. Yana oxirgi daraxt qoldi. Tak, ana bo'ldi. Oxirgi olmani oldim. Tayyor. Endi esa men plitkaga turib ketaversam ham bo'laveradi. Boshqa daraxtlar qolmadi, to'g'rimi? Hop, ana bo'ldi. Endi mana mashitga qo'yishim kerak buni, to'g'rimi? Tak, kelinglar, olmalarni shu yerga qo'yamiz. Hop, tushunmadim. Nimaga eshik ochilmayapti? To'xtanglar, eshik ochilmadi, lekin bolalar, qaranglar, nimaga? Balki olmani qanaqadir qilib boshqacha qo'yish kerakmi? Mana bunaqa qilib, balki mana bunaqadir. Nimaga eshik ochilmayapti, men tushunmayapman. Qaranglar, eshik yo'q bo'lib qopti o'zi. Hop, qanichi bu yoqda? Mana bu yerda qaranglar, priz ko'proq ekan. Ko'rasizlarmi? Juda ham ko'p priz bor ekan bu yoqda, qaranglar. Kelinglar, mana bularni olib, ko'rasizlarmi? Juda ham ko'p priz bor ekan, lekin oranjiy kiyim ham juda ham zo'r ekan. Mana bu yerda qilich, ko'p narsalar bor ekan bu yoqda. Bolalar, qaranglar. Ajoyib, ko'rasizlarmi? Voy, mana bu bunaqa divan ham bor ekan. Uyimga qo'yib qo'yaman, mayli, olib ketaman o'zim bilan. Agar yangi uy sotsa, mana shu narsalarni o'sha yerga qo'yamiz. Hop, mayli, juda ham zo'r narsalar bor ekan, lekin bu yoqda ko'p narsalar ekan. Hop, endi ketdi bolalar, endi keyingi eshikni ham ochamiz. Hop, endi hozir biz sariq eshigiga keldik. Hop, ko'ramiz bu yoqda nima deb yozib qo'yilgan ekan. Tak, qanichi? Hop,
bu yerda oddiy parkur o't, lekin ehtiyot bo'l. Nu bo'ldi uchun qanaqadir parkur o'tish kerak ekan, to'g'rimi? Ketdi o'tamiz. Voy yo'q bolalar, men bunaqa parkur o'tolmayman. Voy bolalar, lekin juda ham qiyin bo'ladi boru. Qaranglar, qanaqa parkur ko'ryapsizlarmi? Juda ham qiyin bo'ladi. Tushib ketsam lekin yomon bo'ladi. Hop, kelaylik, mana shunaqa qilib o't olishga harakat qilamiz. Hop, mana bu yerda nima? Bananlarni men nima qilaman? Juda ham ko'p banan bor ekan bu yerda bolalar, qaranglar. Nu mayli, hop, kelaylik, bu bananlarni olamiz. Juda ham ko'p banan bor ekan bu yerda. Mana bu yerda sandiq qanaqadir saruli suvmi bu? Nima bu? Nima qilyapti bu narsalar? Hech tushunmayapman boru. Hop, ketdi, kelaylik, buni mana bunaqa qopga solib qo'yamiz. Nima qilaman buni? Hop, ana bo'ldi. Endi ketdi, mana bu yerga o'tib olamiz. Aha, ana bo'ldi. Prizga ham keldi. O, bolalar, qaranglar, bu yerda mashinalar ham bor ekan, ko'ryapsizlarmi? Vop, kelaylik, hamma narsalarni olamiz. Qaranglar, bunaqa mashina. O, bo'ldi, qaranglar. Mana bunaqa sarvi chiroyli mashina bor ekan. Buni olamanman. Mana bunaqa qilish ham bor ekan. Aytgancha bu qilish ham cho'zmanda bor edi-yu. Mayli, hop, ketdi, bu yerdan chiqib qolaylik, hammasini ko'ramiz. Bu ish menga juda ham yoqdi. Zo'r narsalar bor ekan, mashinalar. Kelaylik, ham kerak emas narsalarni chiqarib yuboramiz-da. Mana bu narsalarni qo'yib qo'yamiz. Hop, ana bo'ldi. Bunaqa zo'r kirka ham bor ekan, bolalar, qaranglar. Tez qazir ekan, lekin juda ham yoqdi menga boru. Hop, endi ketdi bolalar, mana yashil eshikni ochamiz. Ko'ramiz bu yerda nima ekan. Hop, tushunmadim, pistolet nima qotdi bu yerda. Hop, sen bu avtomatlar orqali kriperlarni o'ldirishing kerak. Eng katta xo'jayinni o'ldirganingda eshik ochiladi. Nima? Qanaqa kriperlar haqida gapiryapti bular? Voy bolalar, kriperlarni qaranglar. Voy, bu juda ham ajoyib bo'ladimi deyman-da bu boru. Hop, mayli, lekin menda menimcha avtomatlar bor ekan-ku. Nu mayli, shu avtomat orqali biz hozir ularni o'ldirib tashlaymiz hammaligini. Tak, yo'q kelinglar, davay. Ular bularni qaranglar. Mayli, hop, davay, bitta-bittalar o'ldirib tashlayman hammani. Tak, tushunmadim, otilmalaring menga nima qilsanlar? Hozir masalani ko'rsatib qo'yaman. O, men zo'rroq ekan, bolalar, qaranglar. O, qancha avtomat bunaqa maydalar bor. Ham kattasidan oldim keldi. Qoch men oldim kelma. Hop, kelinglar, osib tashlaymiz. Aha, ana bo'ldi. Endi kattasi qoldi. Kelinglar, endi buni olov bilan o'ldirib tashlaymiz. Tak, bu yoqqa o'lmayaptimi bu nimagadir? Tak, davay, men seni o'ldirib tashlayman baribir. Hech nima qila olmaysan menga. Hop, ana bo'ldi, bolalar, qaranglar, o'ldi. Bundan richak tushdi. Endi bu richak orqali biz ham eshikni ochamiz. Ana bo'ldi, tayyor. Hop, bu yerda ham ajoyib narsalar bor ekan. Bolalar, qaranglar. Nima? Tankmi bu? Bolalar, qaranglar, mana bu rossiya gasli tank bor ekan. Oho! Yashil katta tank bor ekan. Qaranglar, buni kattaligini. Ajoyib. Buni o'zim bilan olaman. Nu, menimcha sotib yuborsam kerak bu narsalarni, bolalar. Hop, mayli, kelinglar, ko'ramiz yana nimalar bor ekan bu yerda. Mana bunaqa kiyimlar ham bor ekan, bolalar, qaranglar. Hop, kelinglar, bitta kiyib ko'ramiz buni. Tak, boyga qizil kiyimga o'xshagan ekan. Sal faqat boshqacharoq ekan. Hop, kelinglar, mana bularni ham olamiz. Hop, ana bo'ldi. Endi esa ko'chaga chiqsam bu uradi. O, men mashinani qaranglar, bolalar. Bu narsalarni men o'zim sotib yuboraman, bolalar. Menimcha qimmatga ketsa kerak. Qanaqadir shahar ham bor ekan, shaham qaranglar. Hop, voy, mashina lekin juda ham zo'r ekan, sportkar. Hop, mayli, bolalar, endi ketdi, bu yerdan chiqamiz. Bu narsalarni men keyinroq sotib yuboraman. Hop, bolalar, endi ketdim men anaqaga, Goluboyga. Sen bu yerda to'g'ri olmosli devor tanlashing kerak bo'ladi. O'sha yerda qazasang sandiq topasan. Senda bitta imkoniyat bo'ladi. Nu mayli, hop, kelinglar, harakat qilamiz. Qaranglar, rostdan ham bitta ikkita olmosli devorlar bor ekan. Bu yerda esa kirka bilan lopata. Kelinglar, bularni olamiz. Qaysi birini qaziymiz, bolalar, qaysi birini? Tak, bunisini yoki o'ng tomon deynimi, chap tomon deynimi? Kelinglar, mana mashinasini qila qolamiz. Endi menda bitta imkoniyat bor, bolalar, to'g'rimi? O'sha anisiga tega olmayman. Mana shundan topaman degan umiddaman. Kelinglar, endi qaziymiz shu yoni. Sandiq topishim kerak ekan men bu yerda. Hop, kelinglar, endi topishga harakat qilamiz. Qani ish toparmikinman yoki yo'qmi? Ko'ramiz hozir. Kelinglar, qaziymiz. Oppa, bolalar, qaranglar, men topdim. Ura! Mana bu yerda sandiq bor ekan, qaranglar. Voy, bolalar, qaranglar, mana bu yerda qancha olmoslar bor ekan, ko'ryapsizlarmi? Men endi dahshat boyman. Voy, men endi juda ham boyman. Bolalar, qaranglar, bu yerda qancha narsalar bor ekan. Kelinglar, shularni olamiz. Voy, bolalar, qanaqa men bilan olib chiqib ketaman? Endi juda ham boyman. Kelinglar, mana mashina mana belgi qilib qo'yib turamiz. Shu yerga ekan qaytib hamma narsani olib chiqib ketaman. Endi bu yerga tushmadim. Yo'q, bolalar, men bu yerga tushib ketdim. Hozir to'xtaylik. Men bu yerga endi 100% tushishim kerak. Hamma yig'gan narsalarim o'sha yerga tushib ketdi-yu. Hop, mayli, bolalar, o'zi kelinglar. Mana bu o'qib ko'ringlar. Bunda yozilgan ekan, o'qimadim men boru. Hop, bu yerda sen mashinadan sakrab suvga tushishing kerak. O'sha yerda sandiq bor. Nu bo'ldi, hop, anta suv bor ekan. Men o'sha suvga poylab tushishim kerak. Ko'rasizlarmi? Uvini. Endi ketdi bolalar, suvga tushamiz. Suvga. Hoppa, ana bo'ldi. Suvga tushdim, bolalar. Bu yerda qanaqadir narsa bor ekan. Bu nima bu? Qanichi? Men narsalarim bu. Ana bo'ldi. Endi kelinglar, kiyim kiyib olamiz. Hop, kelinglar, kerak emas narsalarni chiqarib yuboramiz. Bu yerda olmosli kiyimlar bor ekan. Bolalar, qaranglar, mana bu yerda hamma narsani yechib yuboramiz. Bu
bo'ldi, bu menga kerak emas. Endi kelinglar, endi mana rang-barangli kiyimlar yana kiyamiz. Voy, bu rang-barangli kiyimni qaranglar bolalar, vashi juda ham zo'r bu. Yana qaranglar, rang-barangli bunaqa kirkalar ham bor ekan, juda ham tez qaziyarkan, qaranglar bolalar. Voy, juda ham zo'r ekan. Endi ketdi tepaga. Hop, ana bo'ldi bolalar, endi oxirgi eshik qoldi. Hop, qanichi? Sam bu yerda o'sha yerda ko'rsatib qo'yilgan narsalarni esashing kerak. Nu bo'ldi, hop ko'ramiz qanichi. Oho, bolalar qaranglar, men qancha narsa esashim kerak. Kelinglar, mana bunaqa qilamiz, osonroq bo'ladi. O, men bitta mana nimadir yozishim kerak. Bu yerda bunaqa nakovalni, bu yerda banglatayotgan. Bu yerda esa bolalar, men nima otini bilmayman, lekin men ajoyib narsa esashim kerak. Kelinglar, narsalarni qo'yib qo'yib turamiz-da. Kerakli narsalarni olamiz qo'limizga. Hop, kelinglar, endi yasashni boshlaymiz. Hop, kelinglar, mana bunaqa qilsak, ana bo'ldi, birinchi narsa tayyor. Hop, bananlarni olamiz deb buni qo'yib qo'yamiz. Ana bo'ldi, yasab bo'ldim. Endi banglatayotganni men yasashni adashmasam bilardim deb bor. Kelinglar, harakat qilib ko'ramiz. Mana bunaqamidi, qanaqa edi? Ha, yo'q bo'ldi, bunaqa emas edi. Hozir esimga keldi. Ana bo'ldi, banglatayotgan ham tayyor. Endi buni olib mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Hop, ana bo'ldi, mana bu yerda qaranglar, bedrock turibdi, buni olish kerak. Hop, kelinglar, mana bu yerda hozir biz anaqani yasashimiz kerak, lotkani qanaqa yasalardi ya bolalar, mana bunaqamidi, esimdan chiqib ketdi vashi boru. Bolalar, lekin yasash vashi qiyin ekan deb bor, buni vashi yasash kerak emas, eritish kerak ekan buni. Zo'rg'a men buni yasadim, eritib. Hop, ana bo'ldi, lotka ham tayyor, o'rtaga qo'yib qo'yamiz. Endi esa nakovalni yasashimiz kerak. Buni yasashni men bilaman bolalar, men buni har kuni yasayman, peshti qishloqda turaman-ku. Ana bo'ldi, bu ham tayyor bolalar, o'rtaga qo'yamiz. Nu все bo'ldi bolalar, qaranglar, men bitta bedrock ham yo'q bo'ldi. Endi sandiq ocha olmayman. O, bolalar qaranglar, bu yerda ham zo'r narsalar bor ekan. Mana bunaqa stul bor ekan, juda ham chiroyli. Oho, bolalar qaranglar, ko'p narsalar bor ekan bu yerda. Mana bunaqa kiyim ham bor ekan, qaranglar, juda ham chiroyli ekan, lekin qaysi bir chiroyliroq o'ylaysizlar, rang-baranglimi yoki bumi? Oh, bolalar, nima deb o'ylaysizlar? Bugungi narsalar sizlarga yoqdimi yoki yo'qmi? Lekin menga bu narsalar juda ham yoqdi. Bor, qaranglar, bu yerda shuncha eshiklar, shuncha prizlar bor ekan, juda ham menga yoqdi. Agar yoqqan bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar bolalar. Nu что, bolalar, agar bugungi videom yoqqan bo'lsa, hammalardan like kutib qolaman. Keyingi videomni kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar. Obuna tugmasini bosib qo'yishingizdan chiqmasin.